Uzdil HTML darsligi 4-chi qism HTML mavzu. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML mavzu deganimiz H1 dan H6gacha bo'lgan xat kichik belgilandi. H1 eng cho'ng mavzuni, H6 da eng kichik mavzuni ifodalaydi. Bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, H1 xat kichigiga mana bu uzdil.com degan adres qiymatni bergan. H1, H2, H3 buningki unumini ko'rsak, bu xil holat ko'rindi. İkinci HTML horizontal chiziq. HTML horizontal chiziq xat kuchi HR orqali bet yuzda chiziq hosil qiladi. HR elementni mazmun ayirish shiltimiz albatta buningdan boshqa ayirish usullarim bor. Mana bu yerga HR buyruqini bu yerga ikkini ishlatdik. Buning unumini ko'rsak, unumi bu xil holat ko'rindi. Bu yerda bir tal chiziq, bu yerda ikki tal chiziq. Üçüncü HTML zat uçurunu HTML'ga yazış orqali tor bet xat uçurlarga aniqlab beramiz. Zat uçuru asli kodda ko'rindi. Tor ko'rgich ochganda ko'rinmaydi. Masalan, bu bir zat maqolat keldi. Buning yezilishi boshlanishi mundaq, oxirlashi mundaq bo'ldi buningki. Tor ko'rgich ko'rgan bo'lsak, bu yerda hech qanday mazmun ko'rinmadi. Oxirgi mazmun tor betning asli kodini ko'rish. Biz tor ko'rgichda ochilgan tor bet har qanday tor betning mazmunini ko'ra olamiz. Masalan, xiyotninki mazmunini ko'rmoqchi bo'lsak, men tizimlikni ko'ray. Oyi tor ko'rgichningki chakan degan qismidan Yominjan degan qismini ochsak, buningki asli kodi ko'rindi.